bahor kelganda ochilar o'sha sen sevgan lolalar, senla meni uchrashtirgan chiroyli qizil lolalar. Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari, aziz gul shaydolari. Mana yana bir yil o'tib, bugun 2026-yil 16 aprel kunida Toshkentlik Masuraxon opamizni dachalarida 12 ta viloyat gulchilar yig'ilishi tadbiri o'tkazildi. Tadbirga 12 ta viloyatdan gulchi mehmonlarimiz tashrif buyurishdi. Barcha viloyatlardan kelgan gulchilarimiz bir-birlari bilan aka-ukadek, opa-singildek bo'lib bir joyda gulchilik bo'yicha ko'pdan ko'p tajribalarni almashdilar. Bundan tashqari o'zlari bilan olib kelgan turli xildagi chiroyli gul ko'chatlari, urug'larni bir-birlariga sovg'a tariqasida ulashdilar. Azizlar, sizlarni mana shu YouTube va Telegram kanallarimiz orqali tanishgan, ya'ni ko'rishmagan bo'lsak-da, aka-uka, opa-singildek bo'lib hozirda shu tadbirda qatnashayotgan gulchilarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Azizlar, tadbirimizda 30 dan oshiq gulchilarimiz ishtirok etishgan bo'lib, shundan Toshkent viloyatidan Masuraxon opamiz, tadbirimiz homiysi, xrizantemalar qirolichasi Aziza xolamiz, Bashoratxon opamiz, Husnoraxon opamiz, Azizaxon opamiz, Lazakotxon opamiz, Umurjon opamiz, Gulchehraxon opamiz, Mohunur opamiz, Karimbergan akamiz, Bahodirjon. Samarqand viloyatidan Marhaboxon opamiz, Hoji akamiz bilan birgalikda Gulchehraxon opamiz, Nasibaxon opamiz, Gulbahor opamiz, Hurniso opamiz, Ibodatxon opamiz kelishgan. Andijon viloyatidan Adashxon opamiz, Saidaxon opamiz, Xolidaxon, Mahliyo kelishgan. Jizzax viloyatidan Abdulhoshim akamiz, Nazira kelinoyimiz bilan Dilbarxon opamiz, Sardorbek akalarimiz kelishgan. Xorazm viloyatidan Sadarayxonlar qirolichasi bo'lmish Ulijon xolamiz, Klara xolamiz kelishgan. Buxoro viloyatidan Zubaydaxon opamiz kelgan. Farg'ona viloyatidan Shahnoza opamiz kelganlar va boshqa mehmonlar qatnashdi tadbirimizda. Alaykum, yaxshimisizlar? O'tpodoshlar, mana biz Masuraxonga keldik. Shu yerdamiz. Buldanish gullar yonida. Tushyapmiz videoga. Anaqa, Aziza opa. Klara opa. Azizlar, endi sizlarga Masuraxon opamizni dachasida o'z qo'l mehnatlari bilan yetishtirilayotgan gullar to'g'risida va tadbir jarayoni bo'yicha qisqacha videolarimizni havola etamiz. Bir hunarlaringni ko'rib qo'yaychi. Bozorda sotilyapti. Tekin, rosa arzon. Katta bo'ladimi yo'qmi? Bor, bozorlarda bor. Yo'q, katta bo'ladimi? Yo'q, bo'yi pakana bo'ladi-yu, nima bo'ladi? Yana qarang, necha xil sorti. Qani yaqinroq bir-biringizga. Manga qaranglar, manga. Ha. Orqaroq, agar sig'masa orqaroq. Olgin, telefonni sig'adi deyman. Yig'ilishtirmadinglar ozgina. Kulinglar. Zafarjon o'zi yetishtirgan, o'zi yegan, o'zi yetishtirgan. Zafarjon
Hoy eshitaman. Ha. Yaqin uyimiz, yuringlar mehmon Xudo qilamiz. xolasa inshaalloh. 3 kilometr nariyoqda Ha. turamiz. Yaqinmiz. Gartenjalari qanaqa ekan? Ana belgusi olishim kerak. Lolalar. Endi gruppada har xil nima ham bo'laveradi, lekin hammani o'zi o'rni boshqacha. Haqiqatda. Salqinni xohlaydi desam, kun ko'p yetmana. Bana sen gereksen sana ben gerek. Takdirimiz bağlasak da yitiptir. Takdirimiz bağlasak da yitiptir. Takmayı seni başım kurmanı hele. Takmayı seni başım kurmanı. Yana kattashtirib. Assalomu alaykum, hurmatli Soyliq gruppasining a'zolari. Assalomu alaykum, biz bilgan, bilmagan, tanigan, tanimagan, bizni ko'rgan, ko'rmagan aziz yurtdoshlar, aziz gulchilar. Biz bugun mana 16 aprel 2026-yil gadafshinamizni 2-marotaba o'tkazyapmiz. Bu hammalaring bilgandek Qorasuvda, Mastura xolami xonadonida, dachasida bo'lyapti. Bu yerga mana 12 ta viloyatdan, Samarqanddan, Buxorodan, Xorazmdan, Farg'onadan, Andijondan, Toshkentdan, hamma viloyatlaridan gulchilar, ashaddiy gulchilar yig'ilgan. Mana nuroniy onaxonlarimiz bor, adminlar kelgan. Mana endi sizlarga sekin-asta videolar boshlaymiz. Voy, assalomu alaykum, kelolmagan dog'da yurgan azizlarim, Barchinoy Shohistapa, Barnoxon. Mana hozir tanishtiruvni boshlaymiz, marhamat. Ayollarimiz bilan tanishtirib boramiz. O'zingiz ismingizni aytib qo'ying. Zaydaxon. Nasiba, Samarqand. Odaxon, Andijon. Mazida, Ibodat, Samarqand. Xolajon, o'zingizni tanishtirib qo'ying. To'ytepa, Xudo xola. Ildiziga quyasiz bo'ldi. Umurjon. Cheg'ralib jo'rva, garkina qiloladi. Voy, bu Dilbar apa-yu. Go'zalim Dilbar. Klara Xorazm. Mana bu Mahliyo. Hammaga teskari qarab ketadigan Mahliyo qizimiz. O'zingiz tanishtirib boring. Nazokat. Astura. Mohinur. 8-marta podarkasini berar ekan. Tanishtirib boring o'zingiz. Ismingizni aytib boring. Zulayxa opam. Zubayda opamning egizagi ekan. O'zingiz tanishtirib qo'ying, hojonim. Samarqand. Marhabo. Gulbahor opa, Samarqand, Katta Qo'rg'on. Mana Purinson onamiz. Samarqand, Oqdaryo. Ana. O'zingiz tanishtiring, yaxshi qiz. Aziza, Xrizantema. Buxoro. 27 ta. Andijon, Xolida.
Men hech kim tanimaydi. Men Xorazmdanman. 18 yoshli Ulijon xolam. Samarqand, Gulchehra. Ana ko'rdilaringmi barno? Ana yigitlarimiz o'sha tanish Muzaffar aka, Savdorbek, Bahodirjon, Abduhoshim aka, Hoji tog'a, marhaba xolam xo'jayinlari. Mana Mastura xolam shunaqa beozor, shunaqangi mehribon ayol o'zini dachasiga hammani yig'ib, mana bitta kamchiligimiz qolgan ekan, mashinani minib ketdilar. Mana shu Mastura xolamning dachasi. Mana shunaqangi chiroyli kisnoylarni ekibdi, olmalarni ekkan. Mana o'zimga nima deysizlar? Mana. Shu Mastura xolamning uyiga kelsak, xuddi jannatga kirgandek bo'lamiz-da. Qo'llari dard ko'rmasin, yoshlari ulug' bo'lsa ham, lekin shunaqangi ashaddiy gulchi, shinavanda, ko'ngli ochiq, mehribon. Alloh nazari tushgan onaxonlardan desam bo'ladi, chunki shuncha odamni to'plab, yig'ishtirib, shunda uyda mehmon qilishdi. O'zimasda hozir bu ichkarida yana onaxonlarimiz bor. Erkaklarimiz alohida o'tiribdi. Shuna mana mehmonlarimiz. Mana Samarqanddan, Andijondan, Toshkentdan, Jizzaxdan, Andijondan. Mana o'zimizni sevimli Ulijon xolamiz. Boringizga shukr, Ulijon xola, tan joningiz sog' bo'lsin. Gruppa sizdan motivatsiya oladi. Mana bir qism ayollarimiz bu yoqda o'tiribdi. Bu Mastura xolanikiga kelsak, hamma o'zini uyidek mazza qilib o'tiramiz. Mana Aziza xolam, Xrizantema. Mana Shoxini kesdimda ikkita joyga yetib shundoq kirsangiz Mastura xolamning gulzoridan hamma gulni topasiz-da. Mevali daraxtlar ham bor. Mana shaftolisi sop qopti. U yoqda giloslar bor, o'riklar bor. Sekin-asta boramiz. Mana spreya. Mana Mastura xolamning maruzniklari. Xudo xolasa urug'lab ham qopti. Mana gruppani qonni to'yib, sekin hamma o'zlari telefonini olib yig'ishtirib, sekin uydagilarga o'zini gruppasiga video tayyorlashni boshlashdi. Mana piyonlari, Mastura xolami. Mana Usmonni qaranglar. Mana Mastura xolami ashaddiy gulchiligini chetdan bilsak bo'ladi. Mana Shuda bor ekan, shoqa. Mana shunday. shunaqangi chiroyli havo bo'lyapti, shabada esyapti. Erta tongda yomg'ir yoqqan. Mana gulzorning ikkinchi qismi. Mana glitsiniya, mana ko'ryapsizlarmi? Mana atirgulni qarang. Siz bilan mendan baland. Mana. Mana. Lolalar, meni go'zal gulim bo'lgan lolalar deb lolalar erkalatib qo'yamiz. Voy, irisni zo'r sorti bor ekan mayda. Buni ham ko'rib qoldik. Mana Mastura xolamning archalari odam bo'yidan baland bo'lib ketibdi. Mana. Mana bu yerga behi ekkan ekan. Mana bu gulning ichidan lutiklar orada chiqibdi mana. Mana eslangda bo'lsa, kecha men o'zim ko'rsatgan lutikni mana shu Mastura xolamni olib ketganman. Kichkinagina qilib olib ketgan edim. Mana bu yoqda lolalar bor ekan, lekin lolalar ochilib tugatdi. Mana gulchilarga odat bo'lgan, bir-biriga sovg'a salom berishadi, bir-biriga ilinib olib kelishadi. Mana ko'ryapsizlarmi, korzinkalarda hamma o'zini gulini ajratib oladi mana. Shunaqa qilib bir-biriga gul berib, almashtirishib. Lantanasi ham ochilib qopti. Mastura xolamni. Mana gulzorda boshqa qismiga Qaychi bor? mana Qaychi bor mana. chiroyli. Ana qaychilari bilan yuradi gulchonalarimiz. Mana Aziza xolam. Voy, ana ko'rdilarmi mana? Mana jasminni qaranglar chiroyliligini. Voy. Juda ham bu ochilsa bormi, shunaqangi chiroyli turadi.
Mana Mastura xolami iris gulzoriga kirdik. Mana bitta sorti. Mana bular hali ochilmabdi, lekin rassa ham nima deydi, to'q fioletoviy men yaxshi ko'rgan rang. Kimda fioletoviy rangda gullar bo'lsa, menga jo'nataveringlar. Mana sariqladi, chiroyli bo'lib turishini qaranglar. Sarg'ayib olib, mana dropi. Endi gullaydi droplar xudo xohlasa. Mana. 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 Mana iris qaranglar ochilganini. Shunaqangi chiroyli. Baka kelsangiz ketgisi kelmaydi. Mana. Shunaqa fayzi boshqacha. Gullarda ayting. Mazza qilasiz mana. Mana shu territoriya Mastura xolamga qarashli. Katta. 40 sotikmi, 50 sotikmi mana bu yoqda. Ana Mastura xolam endi hozir tesiletniy gulni tarqatadi, hammaga boshlandi. Sentibrankalarni zavodga stakanchiga ekib qo'yganman. Rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana Mastura xolamga Zubayda opam mana balzamin tarqatibdi. Mana buna qilib ismlarini yozib olib kelgan. Zubayda opam buxorolik balzamin o'stirgan ekan, hammaga sovg'a qilib bergan. Mana bu Saida opamniki ekan mana. Mana chiroylik. Bu kimniki ekan bu? Bu meniki ekan. Mana Shahnoza deb yozib qo'yibdi. Mana ko'rdilarmi? Shahnoza deb yozib qo'yibdi. Mana chiroyliligini qaranglar. Mana ko'ringlar. Voy, chiroyli bo'lib turishlarini mana gulni qaranglar. Voy, ana tuvakka ekib qo'yibdi, chiroyli bo'lib ochilibdi. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Uje olish boshlangan mana. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu ayollar Nimasi yaxshi bo'ladi? mana hozir master klass bo'lyapti. Dorini Mana qanaqa dori bo'lishidan ko'ringlar. qat'iy nazar aralashtirasizlar-ku suvga. Ana undan keyin kamida 1 soat tursa, boyagi natijasi yaxshi bo'ladi. Tinib turib yaxshi bo'ladi. Tinigandan keyin suvda to'liq aralashib oladi. Boyagi ishchi formasiga o'tib, keyin boyagi ta'sir qilish kuchi yaxshi bo'ladi. Natija yaxshi bo'ladi undan keyin. Buni endi sinovdan o'tdik. Mana gullarga. Juda ham yaxshi dori bu. Ko'chadagi 10 ga. Ha, shu boya archezga bering. Oldin dorini bering oldin. Mana aziz gruppadoshlar, mana hamma hozir rasmga tushish bilan ovoramiz. Mana qo'llarimizda gullarimiz. Muzaffar aka hammaga 8-marta. Mana gullarini olib kelgan. Mana. Gul go'zal, guldan biz ayollar go'zal. O'tirdi hammani. Mana. Buyin yana. Mana. Mana. Gullar ajoyib, ayollar o'zlariga ajoyib. Ana, gapni zo'ri bo'ldi. Mana, Mastura xolam uchun alohida buket tayyorlangan. Mahliya gruppaga tashlab yuboramiz gruppada. Rasmlar. Hurmatli ustozlar, qadrli mehmonlar va aziz gulsevarlar. Bugungi go'zal tadbirimizda ishtirok etganingiz uchun barchangizga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Gullar nafaqat tabiatimizga go'zallik bag'ishlaydi, balki inson qalbiga ham quvonch, mehr va ilhom ulashadi. Tadbir davomida xizmat qilgan barchaga va o'z bilim va tajribalarini namoyish etgan barcha ishtirokchilarimizga chin dildan samimiy tilaklarimizni bildiramiz. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan Masturaxon opamizga alohida rahmatlar aytib, o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Masturaxon opamiz va barchaga sog'lik, salomatlik, xonadoningizga fayz va baraka va gullaringizga yanada ko'proq husn va tarovat tilaymiz. Kelgusida ham shunday go'zal uchrashuvlarda yana diydorlashish nasib etsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Azizlar, shuning bilan mana shu tadbirimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.